Kelinglar. Bor beraman bugun kechki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Zafar, men bu yaxshi bo'ldi kelganing. Do'koningdan topa olmadim-ku. Originalini topdim. Yeb ko'rasanmi? Olib turish kalatingni. Tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Abdulhayga qarz bergan edim. Shu bugungi sanada qaytaraman deb va'da berib olgan. Hozir borsam 2 kun sabr qilib tur, pul topolmay qoldim deb asabimga tegyapti. Sinfdoshimiz Abdulhaymi? Ha, shu o'zimiz sinfdoshimiz. Men uni va'dasiga ishonib, arendatorga shu bugun pul beraman deb qo'yganman. Endi u telefon qilib meni asabimga tegyapti. Plonmasa nima qiladi va'da berib, qarz olib. Lattanishini qilyapti-da, ozi bor-ku. Bugun sana necha o'zi? 7. Tinchlikmi? Ko'rishamiz. Ha? Assalomu alaykum. Ke o'rta. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Abdulhay. Uzr kech qoldim. Esimdan chiqib ketibdi. Mana qarzim. Rozi bo'l.